Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 21-dan 28-iyun kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 23-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 21-dan 24-iyun kunlarigacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 21 va 24dan 28-iyungacha 20-25 darajalik. 22-23 iyun kunlari 22-27 darajalik. Kunduzi 21-22-iyunda 37-42 daraja issiq. 23-24-iyunda 32-37 daraja issiq. 25-dan 28-iyungacha 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 21dan 24-iyungacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik, kunduzi 21-23 va 27-28-iyun kunlari 37-42 daraja issiq. 24-25-iyunda esa 33-38 daraja issiq. 26-iyunda 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 22, 23 va 25dan 28-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 24-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 21dan 26-iyungacha 20-25 darajalik. 27-28-iyunda 22-27 darajalik. Kunduzi 21-iyunda 31-36 daraja issiq. 22dan 25-iyungacha 33-38 daraja issiq. 26dan 28-iyungacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 21dan 24-iyungacha 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-22-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 23-24-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 24-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 21-iyunda 18-23 darajalik. 22dan 28-iyungacha 20-25 darajalik. Kunduzi 21-22-iyun kunlari 31-36 daraja issiq. 23dan 25-iyungacha 33-38 daraja issiq. 26dan 28-iyungacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat 21-22-iyunda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 22-27 darajalik. 23dan 28-iyungacha kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 24-29 darajalik bo'ladi. O'zingizdan asrang, xayr, salomat bo'ling.